Assalomu alaykum, Tarix Zone kanalining muxlislari. Bugun biz sizlar bilan parovozlar haqida top 5 ta faktni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Dunyodagi birinchi parovoz 1804-yilda Richard Trevithick tomonidan yaratilgan bo'lib, uning tezligi atigi 8 km/s edi. Lekin u 10 tonna yuk va 70 ta kishini tortishga qodir edi. Eng kuchli parovoz Rus P-36 lokomotivi 1954-yilda yasalgan. U 3000 ta ot kuchiga ega bo'lib, 70 ta vagonni torta olgan. Top 3-fakt. Eng tez parovoz rekordi 2015-yilda Yaponiyaning Maglev poyezdi soatiga 603 km tezlikka erishdi. Bu tezlikda u Tokiodan Osakagacha bo'lgan 500 km yo'lni atigi 1 soatda borishi mumkin edi. 4-fakt. Mashhur Transsibir magistrali dunyodagi eng uzun temir yo'l liniyasi bo'lib, 9288 kilometrni tashkil etgan. Uning to'liq yo'lini bosib o'tish uchun 7 kun davom etadi. Top 5-fakt. Birorta yuk poyezdi 100 yuk mashinasiga teng yuk ko'tarishi mumkin va bu atigi 3-4 dizel lokomotiv quvvati bilan amalga oshirilgan. Parovozlar bir asr davomida dunyo iqtisodiyotining qon tomirlari bo'lib kelgan va hozir ham eng ekologik transport vositalaridan biri hisoblanadi. Mana do'stlar, parovozlar haqida bugun top 5 ta faktni ko'rib chiqdik. Bundan-da qiziqarli faktlar va ma'lumotlarni ko'rib qolmaslik uchun Tarix Zone kanali bilan doimo birgalikda qoling.